Bizdan biron kimsa so'rasa agar musulmonman deya javob beramiz. Aslida-chi azizlar, dunyoga kirib islomdan bexabar o'tib ketamiz. 18 ming olamni yaratgan Alloh turg'azib qo'ydi yerni mualloh. Bo'y singdirib unga quyosh, oy va havoni chiroyli qilib yaratdi unga odam atoni. So'ng buyurdi farishtalarga sajda qilinglar deya odam atoga. Farishtalar sajda qildilar, ammo faqat Azozil farishtasi ketdi riyoga. Meni yaratding dedi olov nuridan, odamni esa loy balchiq tubidan. Olim bo'lib dars berdim farishtalarga, endi sajda qilaymi odam atoga. Azozildan ranjigan Parvardigori olam berdi unga qo'pol qilib shayton degan nom. Bosildi Azozilga la'natli tamg'a, bir umr jannatdan bo'ldi badarg'a. Shunda ham Xudoga qilmasdan ta'zim so'rardi Allohdan faqat bir izn. Bandang tufayli shayton bo'libman, endi bir umr odamga bo'layin dushman. O'rab olay bandangni to'rt tomonini, yemirib asta-sekin qalb iymonini. Yuraman uning yurak qonida, ko'ramiz yurarmikin sening yoki mening yo'limda. Odamga aql berdi yaratgan Xudo, evaziga hech narsa so'ramay hatto muqaddas kitoblar orqali yo'lin ko'rsatib, tanla dedi haq yoki shayton yo'lin aql ishlatib. Shu bois odamga qasd bo'lib shayton qurdi inson ichidan o'zga makon. Gunohlar qildirish uchun jangga otlandi. Shu zayl yer yuzida hayot boshlandi. Odam atodan mama Havo paydo bo'lgandan keyin ulardan zurriyot tarqala boshladi sekin. Zurriyotlar turli millatlarga bo'linib ketdi. Asta-sekin ulardan mehr oqibat ketdi. Odamlar omonatga qilib xiyonat, kasblari o'g'irlik-u bo'ldi jinoyat. Tanimay qolishib bir-birlarini unutdilar bir ota-onadan bo'lganlarini. İnsanlarda qolmadi zarracha vijdon, unutib Xudoni qoraydi iymon. Yomonlar yaxshilarga yovuzlik tilab ketdilar jaholat botqog'iga qulab. Na uyat qoldi, na sharmu hayo, ayollarda oru erkakda vafo. Bir o'rinda ikkovlari yotib benikoh, bundan ham og'irroq bo'lurmi gunoh? Eyvoh! Shunda ham Alloh haq subhanahu va taolo ularni ustiga yuvarmay balo qutqarib jaholatdan bandalarim elchi qilib yubordi payg'ambarlarim. Odam atodan ta hozirga qadar taxminan 124 ming o'tdi payg'ambar. Ulardan Muso, Iso, xullas karam, oxirgisi Muhammad alayhissalom. Rasulimiz payg'ambar bo'lmasdan hali Hiro g'origa kirdilar ibodat qilganlar. Shu vaqt Alloh farishtasi Jabroil kelib, sizni Alloh sayladi dedi payg'ambar qilib. Nur bo'lib yordig'aysiz devon hayotni qalblariga jo qildi ushbu oyatni. Muhammad sallallohu alayhi va sallam yozishni, o'qishni bilmaslar ham. Quvonchlardan payg'ambarning ko'zi yoshlandi. Shu kundan islom uchun da'vat boshlandi. Da'vatni boshladilar avvalo uydan, ko'chaga chiqdilar keyinroq undan. Kofirlar ishonmay mayna qildilar, ko'plar ishonib iymonga keldilar. Kofirlarga qarshi jang qilib odam islom diniga ham qo'yildi qadam. Din uchun da'vatda mahkam bo'ldilar, jon berib Alloh uchun shahid bo'ldilar. Qancha zahmat chekmadilar,
bu haq din uchun jonlarin ayamay og'a ini uchun chin ummat bo'lay deb alayhissalomga sahobalar yo'l oldilar butun olamga. Sahobalar och yurdilar, hamda yalang'och, majnuniy sifatda o'sgan soqol soch, dedilar: "Hoy inson, och, ko'zingni och, jannatga intilgin, do'zaxdan qoch." Tavonlar teshildi yo'l azobidan, insonni saqlay deb go'r azobidan, qahraton qishlardan, yoz oftobidan, umid qilib Allohning oz savobidan. Zarurat bo'ldi kim, bo'ldilar shahid. Uylarga qaytmoqlik bo'lmadi nasib, mujohid bo'ldilar olamni kezib. Alloh rahmat qilsin jannatga yetib. Buxoriy, Termiziy, Yassaviylar ham bu yo'lda ozmuncha chekmadilar g'am. Umrlari boricha tebratib qalam, rahmatli bo'lsinlar, bo'lmadilar kam. Bizchi yo'ldan adashdik, sarobga boqib, kofirlarga ergashdik, Qur'onni yoqib, islomga qarshi jang qilib essiz, shuncha yil kofirlarga xizmat qilib biz qandoq kunlarga qoldik azizlar o'zi. Yerda oliy bo'lmasa Allohning so'zi, hech oftob ko'rarmikin musulmon yuzi, yo tekkanmikin bizga shaytonning ko'zi. Aka ukasining ko'zini o'ysa, jigarin ayamay so'ysa, muslimligin unutib qo'ysa, qiyomat bo'lib qopti Xudo xolasa. Kambag'al bechora ochlikdan o'lsa, boylar pul sochish bilan ovora bo'lsa, kofirlar o'lganlaring yaxshi deb kulsa, Xudo urib qo'ygan ekan bizlarni rosa. Azizlar, bas endi shaytonni yo'lidan qaytarsin Xudo. Islom va iymondan qilmasdan judo, bor ekan Allohga chinakam shaydo. Farzlarin vaqtida qilaylik ado.